Do'stlar, demak 26-misolga keldik. Mana 2022-yil 4-dekabr 2026-misol. Demak, mana savolga aytamiz. A, B, C to'g'ri burchakli uchburchak berilgan ekan. Mana burchak 90 gradus ekan. Keyin mana burchak 30 gradus ekan. Xo'p, endi aytilyapti, mana bu BD degan nima? Basic resurs 2 ga teng ekan. Endi aytaman, mana bu burchak 30 gradus bo'lsa, mana qanaqadir x ham bu 2x ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi bizga so'rayaptiki, is ABC uchburchakning yuzasini so'rayapti. Ya'ni shu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasini topishimiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, endi aytib beramiz. A, B, C uchburchakda mana bu tomon, ana AC tomon topadigan bo'lsam, Pifagor teoremasidan AC ning kvadrati teng bo'lib qoladi. Ya'ni 2x ning kvadratidan ayirib tashlayman. X kvadratni. Demak, AC ning kvadrati teng bo'lib qoladi 3 ta x kvadratiga. Bundan kelib chiqadiki, AC kesmani uzunligi ildiz 3 ta x ga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu AC kesmani uzunligi ildiz 3 x ga teng bo'ladi. Endi jami 3 ildiz x. Mana buni qanaqadir y desam, bu joyimiz 3 ildiz 3 x minusdan y ga teng bo'ladi. Jami ildiz 3 x ga teng edi. Endi basic resani xossasidan foydalanaman. Ya'ni ajratgan kesmalari nisbati nimaga tengligidan? Yon tomondagi nisbatga tengligidan foydalanaman. Demak, undan foydalanadigan bo'lsak, demak y ning nisbati ildiz 3 x minus y ga teng ekan. Hop, ikkita x ni x ga nisbatiga tengligidan foydalanamiz. Demak, bundan foydalanadigan bo'lsak, u holda y taqsim ildiz 3 x minusdan y imiz teng qolar ekan 2 ga. Buni hisoblaydigan bo'lsak, ikkita ildiz 3 x imiz teng bo'lib qoladi. Hop, 3 ta y ga. Demak, bu joydan y topadigan bo'lsak, y imiz teng bo'lar ekan 2 ildiz 3 taqsim 3 x ga. Endi mana bu joyimiz nimaga teng bo'lar ekan? Bu joyda yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, bu joyimiz teng bo'lar ekan 2 ildiz 3 taqsim 3 x ga teng bo'lar ekan. Endi mana buni topib olamiz. Ya'ni ildiz 3 x dan y ayirib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni a ni kesmamiz kelib chiqadi. Demak, a ni kesmani topadigan bo'lsak, ildiz 3 x dan ayirib tashlar ekanmiz buni. 2 ildiz 3 taqsim 3 x ni. Endi ayiradigan bo'lsak, nimaga natijaga kelamiz? 3 ildiz 3 bo'lsa, 2 dan ayirsak, demak, ildiz 3 taqsim 3 x ga kelar ekan. Endi mana buni yozib oldik. Mana buni topib oldik. Nimaga teng bo'lar ekan? Ildiz 3 taqsim 3 x ga. Mana 3 ga teng. Endi mana A, B, D to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasidan foydalanib x topib olamiz. Demak, ketdik. Birinchi qiladigan ishimiz desak, buni ikkinchi qiladigan ishimiz. Demak, Pifagor teoremasini qo'llaymiz. X kvadratni plyusdan buni kvadratga oshirsak, demak 3 taqsim 9 x kvadrati teng bo'lar ekan 2 ildiz 2 ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? 8 ga teng bo'ladi. Demak, buni qisqartirsak, x kvadrati plyusdan x kvadrat taqsim 3 teng ekan 8 ga. Umumiy maxraj beramiz. Demak, 4x kvadrat teng bo'lib qolar ekan 3 ko'paygan 8 ga. Demak, x kvadratimiz nimaga teng bo'lar ekan? 6 ga teng bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, x imizni ildiz 6 ga tengligi kelib chiqdi. Endi x imiz ildiz 6 ga teng bo'lar ekan. Endi aytib beraylik. Mana bu x imiz nimaga teng bo'lar ekan? Ildiz 6 ga. Endi mana bu joyimiz qancha edi? Jami. Ya'ni AC kesmani topdik-ku mana. AC kesma jami belgilangancha bo'lgan masofa. Ya'ni AC kesmamiz ildiz 3 ko'paygan x o'rniga ildiz 6 ni qo'ysak, ildiz 6 bo'lib qoladi. Ildiz 3 ko'paygan ildiz 6 bo'lib qoladi. Endi nima bo'lardi? Yuzani topishni nima qilardik? Is A, B, C to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi 1 taqsim 2 ko'paygan. Mana bu x tomon bo'lyapti. Demak, x o'rniga mana ildiz 6 ni yozaman. Ko'paygan. Keyingisi AC tomon bo'lyapti. AC tomon o'rniga ildiz 3 ko'paygan ildiz 6 ni yozaman. Bu teng bo'ladi. Endi ildiz 6 ni ildiz 6 ko'paytirsam 6 bo'ladi. Ko'paygan ildiz 3. Pastda 2 bo'lyapti. Demak, 6 bilan 2 qisqarib ketsa, 3 ildiz 3 ga teng bo'lgan ekan yuzamiz. Mana. Endi javoblarga qaraydigan bo'lsak, hop, D javobga mos kelar ekan. Mana shu bilan 26-misolimizni ham yakunlab oldik. Agar shu turdagi savollar qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.